har bitta niyat qilgan obunachimizga kamida shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar videoni boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Toshkent shahar Sergeli tumani Kengmakon mahallasiga kelganmiz. Umumiy ikkita xuddi shunaqa oppoqqina remontdan chiqarilgan ikkita yonma-yon xonadonimiz tushgan. Sotiga keladigan bo'lsa, 2 sotikdan bo'yotda, katta zo'r joyda joylashgan. Maktab, bog'cha, metrogacha ham gideta bir 1 kilometr radiusda joylashgan. Darvozaxonamizdan kirishimiz bilan navesimiz ostiga bemalol bitta mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Qaranglar, landsharni dizaynda o'qiganlarimiz bilan burchak qilib qo'yishibdi. Oshxonamizda katta seli yerto'la qilingan. Tashqarida o'zini alohida hojatxonalari bilan. Mana bu burchagimizni xohlasanglar o'zingizlar uchun letniy kuxnya qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Asosiy shu ishimiz orqali kiramiz, faqat narxini oxirida aytaman. Qaranglar, mehmonlarni kutib o'tiradigan alohida katta bundoq hol qilib qo'ygan ekanlar. Televizor qo'yishga alohida sharoitlar ham qilib ketishibdi. Qaranglar, qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Ota-onalar uchun mo'ljallangan alohida birinchi spannimiz bo'lyapti. O'zini alohida saunzel hojatxonalar bilan qilib qo'yishgan ekan. Orqa tarafga havolantirish uchun joylar ham tashab ketishgan, bemalol narsalaringizni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Zalimiz qanaqa chiqqan, qaranglar. Lyustralarga alohida baho beraverasizlar. Tashqari qarang, oynalarimiz bor. Xonalarimiz umumiy tupli pol orqali isirgan. Birinchi etaj uchun mo'ljallangan umumiy saunzelimiz bo'lyapti. Va ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamizni qaranglar, oppoqqina, to'g'risi mangallagan rasi yoqdi. Men bitta bemalol stullarni qo'yib qo'yib, choy-poy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. O'tirib, tashqaridan kim kelganini qarab o'tirsanglar ham bo'ladi. Katta oynalar ham qo'yib qo'yishgan ekan. O'zingiz uchun kuxniy mebellarni didinglarga moslashtirib tanlab olaverasizlar. Endi zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilishimiz bilan birinchi ko'zingizga tushadigan narsa mana bu lyustramiz bo'lyapti. Qaranglar, vaqti lekin zo'ridan tanlashibdi, menga yoqdi. O'ng qo'ldan boshlay qolamiz. Birinchi xonamiz, birinchi bolajonlar uchun mo'ljallangan alohida bitta xona qilib yuborsanglar ham bo'ladi. O'zini kattagina 2 metrli balkonimiz bo'lyapti. Tashqarida bemalol kofe-chani damlab tomosha qilsanglar ham bo'laveradi. Ikkinchi etajimda umumiy 4 ta xonani tashkil qilyapti. Keyingi xonamiz otalar uchun mo'ljallangan alohida spannimiz, tashqari qaragan oynalarimiz bor. Alohida o'zini saunzellari bilan qilib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. Xonalarimiz shunda umumiy 6 ta xonani tashkil qilyapti, alohida hol bo'lyapti. Oshxonasi bilan pastda yerto'lari bor. 6 ta xonani tashkil qilyapti. Va oxirgi xonamiz, oxirgi mehmonlar kutadigan zalimiz bor, shunaqa. Yoki tepaga ayollarga, pastga erkaklarga mehmonlar kutaverasizlar bemalol. Shunaqa televizor qo'yadigan zonalari bilan chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy mozelimiz bo'lyapti. Kimga xonadonimiz yoqqan bo'lsa, narxini $170,000 deyapmiz. Ozgina o'tib beradigan joyimiz bor. Xonalariga keladigan bo'lsa, 6 ta xona bo'lyapti. Alohida hol, oshxonasi bor. Oshxonamiz katta seli yerto'la qilgan. Xuddi shunaqa uchastkamizda yonida yana bitta ham bor. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qolsanglar bo'ladi. Bizning kanalga a'zo bo'linglar. Lokatsiya Telegram kanalimizda bor.